shu xonadonmidi? Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Keling, xizmat. Kecha siz bilan telefonda gaplashuvdik. Ha? Ish bor dedik, shunga Ha, keling, aka, marhamat. Keling. Mana shu ko'rib turgan joyingiz, aka. Xo'p. Mana to'pli pollarni o'sha simlari yotqizilgan hammasi. Ustalar bilan ozgina kelisha olmay qoldim, shunda tashlab chiqib ketishdi. Mashina steyajga qilish kerak ustini, keyin malyarkasini qilish kerak, gips kardon, xullas hammasi. Bo'lmasam men bitta hisoblab aytib yuboraymi sizga ish haqini? Yaxshi bo'lardi kelisha olsak. Bo'ldi, bo'lmasam kelishib olamiz aka. Bo'ldi. Men bolani olib kelaman ertadan. Bo'ldi, aka. Bo'ldi, kelishdik aka. Aka, ko'rdingiz, bolalarni ishga tushirganman. Bolalar ishlashyapti. Shunga ozgina avans bersangiz, bolalar uyga ro'zg'or qilib olishardi. Hay, bo'ldi, aka, gap bo'lishi mumkin emas. Hop. 300 berib tursam bo'ladi-a? Bo'ladi aka, bo'ladi. Bolalar ishlashyapti, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin aka. Aka, umuman xavotir olmang. Tez ishni bitiramiz. Cho'tki qilib beringlar, puldan muammo yo'q. Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka. Xo'p. O'rtosh boshlaganimiz ham yaxshi bo'ldi. Jamshid akam kelsalar, avans olsa yaxshi bo'lardi, uyga ro'zg'or qilib berardi. To'g'ri aytasan o'rtoq, olsa yaxshi bo'lardi. Men ham onamlarga dori olib berardim. Keyin bemalol ishlardik. Hormanglar bolalar. Jamshid aka, sizda gap bor edi. Nima gap? Jamshid aka, avans olgan bo'lsangiz ozgina bersangiz bo'lardi. Uyda onamning mazalari yo'q edi, dori olishim kerak edi. O'rtog'imning ham uyida ro'zg'or yo'q ekan. Menga qaralaring. Ertalabdan muammolaringni tiqib pul so'ramalaring, ukam. O'zi uy egasidan pul olganim yo'q. Ishni bugun boshladik-ku. Olasanlar shu pulingni. Naminchi puldan boshlaysanlar. Menga qara, tez qillaring ishni, keyin pulingni olasan. Tushundingmi? Ey! Nima qilib o'tiribsan, ishlamassan? Ishlasalaring bo'lmaydimi? O'tirishingni qara telefon tutib. Sizni kutib turdim, aka. Nimaga kutasan? Nima muammo yana? Ikkisi avans olgan bo'lsangiz, bersangiz yaxshi bo'lardi. Uyga ro'zg'or qilish kerak, aka. Ana kuni so'raganda omad o'tdingiz. Menga qara, yeb ketayotgan joyim yo'q-ku. Oling shu pulni beraman men ham. Hali uy egasidan pul olganim yo'q, ukam. Bor kir ishingni qilgin. Pul deysanlar, ish qilmaysanlar. Jonga tegdi bular ham bor-ku. Alo. O'rtog'im, opamsan? Kechiga anundan bir lakasadan hal qilaylik. Ha? Ya, pullar muammo yo'q.